Mamlakatimizda so'nggi yillarda tashqi mehnat migrantlarini huquqiy, moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini yo'lga qo'yish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Bu yo'nalishda Migratsiya agentligi viloyat hududiy filiali hamda Germaniya o'rtasida tibbiyot yo'nalishida yo'lga qo'yilgan hamkorlik haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Bugun xalqaro sertifikatni qo'lga kiritgan 50 nafar hamshira uchun bu natija nafaqat til bilimi tasdig'i, balki Germaniyada o'z kasbi bo'yicha ishlash sari muhim qadamdir. Loyiha ishtirokchilari intensiv nemis tili kurslarida tahsil olib, xalqaro sertifikat olishga tayyorlanmoqda. Ayni paytda yana 55 nafar hamshira nemis tilini o'rganyapti. Eng muhimi, ishtirokchilar o'qish jarayonidan boshlab Germaniyadagi ish beruvchilar bilan suhbatlargacha bepul qo'llab-quvvatlanadi. Ta'kidlanganidek, loyihaning keyingi bosqichida xalqaro sertifikatga ega bo'lgan va talablarni muvaffaqiyatli bajargan nomzodlar uchun Germaniyadagi ish beruvchilar bilan intervyular tashkil etiladi. Suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan hamshiralar Germaniyadagi tibbiyot muassasalarida ishlash, ish beruvchi bilan shartnoma tuzish hamda viza jarayonlaridan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tariqa loyiha buxorolik tibbiyot xodimlariga xorijda qonuniy va munosib mehnat faoliyatini boshlash uchun amaliy imkoniyat bo'lmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy markazida hamshira sifatida hozir ishlayman. Bu loyihasida bir yildan buyon bepul nemis tilini o'rganib kelyapman. Bir yil davomida o'qib, B1 sertifikatiga ega bo'ldim va kelajakda hozir yana o'qishimni davom ettiryapman B2 sertifikati uchun. Kelajakda Germaniyada hamshira sifatida ishlash niyatim bor. Aytish joizki, loyihada jarayonlar maxsus platforma orqali tashkil etilgan bo'lib, nomzodlar har bir bosqichda zarur ko'mak bilan ta'minlanadi. Til o'rganish, xalqaro sertifikat olish, ish beruvchi bilan suhbat va keyingi tashkiliy jarayonlar yagona tizim asosida amalga oshiriladi. Bu esa ishtirokchilarga Germaniyada o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlash uchun puxta tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. Мы сегодня приехали в город Бухару. Biz bugun Buxoroga kelib, sevimli o'quvchilarimiz bilan uchrashdik. Ularni 1,5 yil davomida nemis tiliga o'qitib keldik. 54 ta nomzodlar B1 sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Endi ular Germaniyaga ishlashga borishadi. Albatta, bu bilan ularni tabriklayman. Qolaversa, Migratsiya agentligiga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular bizga juda ham katta yordam berib, qo'llab-quvvatlashdi. O'ylaymanki, bundan keyin ana shunday hamkorlikda ishlashda davom etamiz. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, bu kabi loyihalar tibbiyot xodimlarining bilim va tajribasini xalqaro mehnat bozorida namoyon etishga xizmat qiladi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Buxoro telekanalida qoling. Hozircha xayr, salomat bo'ling.